Naja, sağ ol. Bitirif kol vereyim. Qaybacha? Qachon? Shu kunda senga olib bermasam kimga olib beraman? Svetoy, dajonam bachchang. Nanajon, menga chima kiyim olib berasizmi? Nima olib beray? Kiyim. Qanaqa kiyim? O'zimni kiyim emas, odam kiyimlarini kiyib yuraman, orqasiga yirtilib ketgan. Buni orqasini yetdingmi? 5 yil kiyishing kerak edi. Endi 3 yil bo'ldi. Nima bo'ldi dadang narsalari bo'lsa? Dadangday bo'lasan, men tikib beraman kiyasan. Narsa parsa yo'q senga. Naja nima uchun kiyishgan? Haliyman. Nanajon, mana sizni bachangiz-ku, bir donagina suyak bersangiz ham yerdim. Nima? Shuni berganimga ham shukr qilgin. Umrimni yeding shunaga ham. Akkani qilmaysan. Naja ana 3 tane so'laman yetadi shular. Nanajon, bir dona nasib berib shuni olib bering. Keyin olib bergan nasklarim darab yirtdingmi? Buncha ko'p naska yirtasan-a? Odam bo'lmading sen. Sizdan 1.200 ming bo'ldi. Ibi pulimiz 700 ming edi. Ha zalogga mana shu o'g'lim qo'yib ketsak bo'ladimi? Ertaga qolganini keltirib beraman. Alo? Alo, Muhammad, Masan akangmi? Naja men sizni so'rayapti. Kim? Bilmayman. Ha? Alo, Nanajon, men beri 1 yildan beri zarov ko'chiraman, olib ketmaysizlarmi meni? Kim ekan Naja? Tanımayman.